Tabiiy go'zallikni yoqtiradiganlarga yog'ochdan tapchanda juda ham chiroyli holatda san'at asari qilib berishgan usta akalarimiz, Qo'qonlik usta akalarimizni qo'li gul bo'ladi. Bitta like bosib yaxshi niyat qilib qo'ying. Albatta siz ham shunaqa xonadoningizga chiroyli holatda tapchan qildirasiz. Xo'p, narxi nech pul deganlarga, narxlari 2,5 ga 260 likda 800 dollarga chiroyli holatda tayyorlab berishgan. Xo'p, bu ko'rib turgan xonadonimizga 10 metrga 5 metr joyga 5700 dollarga sasna materialdan tayyorlab berilgan. Xo'p, betonni quyib berasiz, qolgan hamma narsani usta akalarimiz tomigacha yop berib chiroyli holatda chiqitishadi. Ustunlari ham o'yma holatda bo'ladi. Xoling yog'ochdan, xoling sasnadan qanaqa material desangiz ham qilib berishaveradi. Xo'p, bundan tashqari xon taxtalarni ham qilib berishgan. Kami 50 ta odam sig'ar ekan, bu xonadonimizda yaqingina to'y o'tgan, juda ham salqin holatda bo'ladi. Kimga shunaqa sifatli tapchanlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, usta akalarimiz nomini bilan qoldiramiz. Yaxshi tomoni har yili yo 2 yil 3 yilda bitta laklab qo'ysangiz, yana yangidek turaveradi. Shunaqa tapchan qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringga videolarda podlist taqib qo'yasizlar.